Nima deysizlar o'rtoqlar, endi bu nimasi, bu nimasi? Bahorda ham qor yog'adimi? Mana hamma joy oppoq, havolar pram yaxshi, bir qandaydir dim havo, lekin qorni qaranglar. Bu nimasi o'rtoqlar? Pagodalar ham juda ham o'zgarib ketgan. O'zbekistonda hozir chidab bo'lmas darajada havo issiq. Rossiyada esa qor. Mana bizda o'zi 11-aprel qor. Hamma yoq qor mana. 2025-yil. Shunaqasi ham bo'lar-ekanda. Bahorda qor, qish. Biz yashaydigan